o'yindan o't chiqdi deydimi? Navbatdagi jang yaqin. Yaxshisi videoni oxirigacha ko'ringlar-da, fikringizni kommentga yozib qo'yasizlar. Nima gap? Hech bo'lsa, shu bir kun kelib sen bilan tushib qolsam, yutqizib qo'ymay deb har kun shug'ullanyapman. Ha, hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi. Yutish-yutqach Allohda mehnat qilsang kam bo'lmaysan. Faqat menga yopishmaganda. Farishtalar yaxshi gapga ham, yomon gapga ham omin qiladi. Assalomu alaykum. O'zing asra. Tinmoqgan bo's. Sen mendan sal balandroqdasan, chunki alashib aytasan. Ustundagi futbolga yarasha xarakter ko'rsat. Ya, gap undan emas. Shu prosta oktagon seni bermoqchi bo'layapti-da. Bilasan-ku, hayotda oshna-og'ayni, do'st, jigardan ko'ra pul muhimroq. Shunga har ehtimolga qarshi harakatdaman-da. Hamma narsa bo'lib qolishi mumkin. Prosta jigar yolg'on gapirmayman-ku, bilasan. Oktagonning qoidasi maksimum 2 marta boqadi, keyin bitta qoqadi. Oktagon bilan kelishuvimiz bor. Oktagon men nima qilishimdan oldin yoki ular nima qilishdan oldin birga maslahat qilamiz. Chunki oktagonda erkatoyi, kenjatoyi hozir menman. Xavotir olmang, men o'zbeklar bilan urush niyatim yo'q. Sen nima xohlayapsan, nima qo'yyapsan bilmayman. Sen bilan bitta zalda ham hal qilib qo'yamiz. Zalda ham bir zaryajini bir mana sparingda hal qilib qo'yamiz. Men klitkada sen bilan yoki boshqalari bilan, men kuchli bo'lsin, kuchsiz bo'lsin urushmoqchi emasman. Men boshqa yurtliklar bilan urushaman. Joning sog' bo'lsin. O'zing ham bilasan. Men sen urmasdan urib qo'yishim mumkin. Chunki mana shu joygacha Alloh olib keldi va Alloh yetalab olib ketyapti. Ehtiyot bo'lgin. Ehtiyot bo'lgin, bolakay. Shuncha yilga olib turganingni 15 minutlik boyda to'kib qo'yma. Tushuntira oldimmi? Mani tepadagi gaplarim hazil-huzul-kuya. Lekin seni eng bitta minusingni aytaymi? Meni senga dushman qilib qo'yishim mumkin bo'lgan. Shuncha yildan beri oktagonga mehr berdim-da, men qira olman. Eski media bayeslar u bu, endi men qira olman degan narsang ikkalamizni dushmanchilikka olib kelib qo'yapti. Oktagon nima uchun Odilxonni bunchalik qaytarishga harakat qilyapti degan savol paydo bo'lishi mumkin. Paydo bo'lgan bo'lsa ham kerak senda. Sababi mana bu bukmekerskiy kontoradagi summalar Kamilga ko'p tikiladi, Odilga ko'p tikiladi, Kamilga yo To'xtarga ko'p tikiladi, Odilga ko'p tikiladi. Zrelishni mana juda ham ko'p katta kuzatiladigan bo'ylar biz orqali. O'shaning uchun oktagon topshiriq olganligi uchun ham u bukmekerskiylardan, kontoralardan qaytarishga harakat qilyapti. Gap shunda. Sani bitta minusingni aytaymi? Xafa bo'lmagin, ozgina kibrga berilding. Muhiddin akalar haqidagi gap ham, meni o'zimga ham Zaybalqorda akalar degan gapni aytgansan. Esingdami yo'qmi? Men yozsam ham misol uchun oylab ochmaysan, haftalab ochmaysan. Men qira olman degan o'sha men degan narsa ozgina seni qishaytirib qo'ydi, ozgina. Nima deydi? Bu dunyo hammamizdan qoladi. Bechorani yoqib odamlarga o'zingga o'xshagan ko'pchilikka misol uchun yoqayapsan, gap yo'q. Misol uchun men qilmagan ishlarni qilding, ota-onang umraga jo'natyapsan, boshqa qilyapsan, lekin ozgina ichingdagi men degan kibr chiqib qolyapti. O'shaning ustida ozroq ishla maslahatim. Keyin inson Saturn bu. O'zingga gaplaring, o'zingga qiliqlaring bo'lsin. Setga ishlaganing ham, misol Amirxon Alixo'jayev qilgan ishi. Oktagonda endi men erkatoyman, u bu degan gaplar, men aytganim bo'ladi degan gap ham erki bulanni o'rgangan gaplaring. Bazaro neto deyishni o'rganmoqsan, u Zemlyaging Asilbek Emomani gapirgan gaplari. Oktagon bu Saturn degan gaplaringni eshitib qoldim, u Odilxonning gaplari. O'zingda qiliqlaring, o'zingga gaplaring bo'lsin. Men erkatoyman, u bu oktagon liboy payt Saturnda yasab oladi. Shunday ekan, davay Toshkentda Odilxon bilan urushasan, o'shanaqa vaziyatlarga tayyor tur maslahatim. Men sendan hech narsa xohlamayman. Prosta oktagonga Saturn emas, oktagonga katta-katta rekordlar kerak, katta-katta natijalar kerak. Shunday ekan, o'zingga ehtiyot qil. Men degan kibrni ozgina sindir. Shunaqa gaplar. Bizdagi narzani sekin ommaga olib chiqishi bilmadim. Keyin bo'y qilamiz debdi. Sen boshida intervyu vaqti aytgandingki, o'zbeklar bilan urushmayman deb. Nima bo'lyapti? Buncha prosmotr yemayaptimi?
Bunday bo'ladi. Ha, otam, Banor. Yannoy Karol. Ya Volk, assalomu alaykum. Alloh qo'llab turgani bandasi xo'rlolmaydi. Endi sani davring o'tdi. Alhamdulillah, Allohim bergan ne'matingga shukrlar bo'lsin. Bitta yuzga ikkita bashara ko'plik qilmayaptimi? Qolgan masalalarga keladigan bo'lsak, men hech qachon senga sir bermaganman. Unaqa narsalarni gapirmayman ham. Chunki akalarim temasiga kelayotgan bo'lsa, men akalarimning muxlisi bo'lganman, fanati bo'lganman, hali ham yaxshi ko'raman. Ular menga ishonadi, hali ham meni yaxshi ko'radi. Ular hali ham meni yonimda. Sen xavotir olma. Asilbek emiman. Meni zemlagimga keladigan bo'lsak, u meni jigarim, yaqinim, sirdoshim. Men u aytgan gapni aytganimdan faxrlanaman. Men yaqinlarim borligini isbotlab qo'yaman, shunchaki so'zlarim bilan. Yana o'sha gap, bitta basharaga ikkita yuz ko'plik qilmayaptimi? Assalomu alaykum. Alloh ko'rib turibdi, jazosi qattiq bo'ladi. Juda qattiq bo'ladi. Qo'rqinglar, iltimos. Men bemalol xotirjam gapirishim sababi bu o'zimga ishonib, hammasini to'g'ri qilayotganimda. Hali gaplashamiz. Ey Allohim, o'zingdan o'zgasiga muhtoj qilma. O'rtoqlar, bitta it video qilibdi menga, shoqol, bitta yuzga ikkita bashara og'irlik qilmayaptimi, bir narsalar deb. Shoqol bu kaltak yeyishga arziydigan sabab menimcha. Ikkinchidan, sani yuzing ko'proq ekanda unda. Sababi boshida Jasko Koach deding, necha marta aytding, zalga olmagandan keyin Muhiddin aka deding, o'zingni akalaring orqasidan so'kib, o'zinglarning yuziga oyoq qo'yganing uchun ham ko'tingga tepib haydavordi. Endi faqat istoriyangda Shohasan aka bo'lib qolgan. Xolos o'zinglardan. Odilxon prosmotrlar yemayaptimi? Sani davring o'tdi u bu deding. Qara, menga ham, senga ham kuniga 30 talab vizif keladi. Nima uchun ularga javob qaytarmasdan imindan menga javob qaytarding? Sababi bu narsa, bu hype sen uchun ham qiziq. Men Oktagondan hech qachon sen bilan bo'yimizni so'ramayman. Menimcha bo'lmasa ham kerak. Sababi boshqa joyda bo'yim uje aniq. Shunday ekan, ko'rishganda ehtiyot bo'l, xolos. Tani joning sog' bo'lsin. Biz hali ko'rishamiz. Og'zim bor ekan deb har xil narsalarni vala qilaverma. Sparing debsan, sparingda ham miyangni ochib tashlash umuman muammo emas menga. Prosta hamma o'zini tengini, uruvenini bilsin xolos. Men nima uchun videoni qo'ydim? U yerda hech qanaqa bir-birimizga sir boy bergan yo sir ishonib aytilgan narsa yo'q. Prosta ikkalamiz suhbatimizni qo'ydim xolos. Senga mana shunaqa renessans kerak ekan, men senga shu renessansni qilib beraman. Prosta o'sha zalda adresini ayt, Toshkentdagi любой joyga kelib turib, bir og'iz telefon qil, tushunishim bo'yicha hozir vohadasan. Men kutaman seni. Gapirilgan har bitta gaplar uchun javob beriladi. Shunaqa ekan, videoni o'zinglar ehtiyot qilinglar. Meni yangi ligadagi jangim aniq. Salomat bo'linglar.